XM brokerida ishlovchilar diqqatiga diqqat qilamiz. Gap $2000 haqida ketyapti. Birinchi navbatda XM brokerga kirib olamiz. Kirgandan so'ng bizda mana bunda oyna ochiladi. Bu oynani hamma bilsa kerak. Keyin tepada akkauntlar bo'limiga o'tamiz. O'tgandan so'ng bizda plus turibdi. Akkaunt ochish, yangi hisob ochamiz. Real akkaunt bo'lsa biza bitta MT5 bo'lsa, MT5 yoki Tor. Qaysi biri ishlatsangiz, shuni to'g'rilab ketasiz. Buni bilsangiz kerak. Bizda bular o'z holatida turaveradi. Xohlaganingizda ishlatishingiz mumkin. Davom etamiz. Davom etgandan so'ng, xuddi shu joyga kelgandan so'ng bizda mana bunday joy ochiladi. Bu yerga degan joy bor. O'zbek tilida bo'lsa, bu yerda bo'lsa, MT5 bo'ladi. Xo'p, bu yerga biz nima yozamiz? Bizda bitta promo kodimiz bor. Katta harflarda 1007. Xuddi shuni bosib, mana bitta galichka bor. Shuni bosib qo'yamiz. Adashmanglar, 1007 bizning promo kodimiz. Promo kod orqali foydalanib bonus olishlar mumkin. Davom etamiz.